Assalomu alaykum. Efirda Jam ko'rsatuvi hamda men Jamshid Bobojonov. Bugungi suhbatdoshimiz juda ajoyib inson. Ovozlari millionlab muxlislarning ko'nglidan joy olgan, biz uchun ustoz, ijodkor, Oriyat Dono radiosini ovozi desak ham bo'ladi. Bahodir aka Maqdiyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rsatuvimizni ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Rahmat. Keling, Oriyat Dono haqida qisqacha gapirib bersangiz, radio haqida. Radio haqida Oriyat Dono radiosi 2000-yil 17-dekabr sanasida ochilgan ekan. Meni kelishim 2002-yil oxirlari, 2003-yillar boshidan boshlangan u kanalga kelishim. Turli tuman yo'nalishlar borligi, hamma narsa borligi u kanalda. Hech mubolag'asiz, birov maqtanib bo'lganmiz deydi. 25 yildan beri mikrofon oldida o'tiribmiz. Bundan 2 yil yoshlar radio kanalida men 2000-yil u yerda ishlardim. 2002-yildan Oriyat Dono taklifiga muvofiq men o'sha kanalga o'tib ish boshlaganman. Albatta 1 yilcha undan sal ozroq, ko'proq efir studiyasida ko'rib, mehmonlarni kuzatib, ularni olib kirib, bitta odam boshqaradi-yu, xususiy radio kanallarni bir odam boshqaradi. Pult ham o'zida, qo'shiq qo'yish ham o'zida, soatlar bongini ham o'zi berish kerak, reklama e'lonini ham o'zi berish kerak. Hammasini bir o'zi qilishligini men o'sha yerda yurib, qarab yurib, o'rganib yurganman. Iroda Abdulaziz meni taklif qilgan o'sha yerga. Meni ustozim bo'ladi, Iroda Dojonova. Laziz opam bilan birga meni o'sha yerga taklif qilgan. Iroda Abdulaziz dedingiz, aynan o'sha o'zbekona milliy radioni formatini, andozasini bichgan ayol o'sha Iroda Abdulaziz bo'ladi. O'tgan kunlardan olingan, G'ofur G'ulomishim bolasidan olingan, yana boshqa asarlardan olingan xalqimizning ichidagi olovni o'shani ichiga ozgina oltin o'rtalikdan topib qo'ya olgan va har bir kishiga o'zini dasturidan kelib chiqib efir qilib bera olganlardan biri. Meni ham o'sha yerda ozgina tomoshabob deb gapirar ekan Bahodir aka. Tomoshabobroq ekan uning tovushi, olib borishi, nimadir bunga boshqa narsa qilib beraylik deb turib, bir xalfana degan eshittirishni menga monand qilib yaralishiga sababchilar o'shalar. Iroda opam. Bahodir aka, shuncha yil mana Oriyat Donodasiz. Boshqa radio kanallardan takliflar tushmadimi? Tushgan bo'lsa, nimaga Oriyat Donodan ketmadingiz? Yo'q, tushmadi. Boshqa radio kanallardan menga bizda ishlang deb tushmadi. Unday fikrlarni aytishmadi, bilmadim. Balkim meni tovushim radioga Oriyat Dono bo'lib qolgani uchun bo'lsa kerak. Unday holatlar ko'p. O'ylashadiki, men boshqa kanalga olib o'tsam, baribir buni hidi o'sha kanalni hidi kelib turadi-ku deganlar bor. Shuning uchun bo'lsa kerak. Menga rahbar bo'ling deyishgan radio kanalga. Nomini aytmayman. Rahbar bo'ling, siz boshqaring deyishganda baribir Oriyat Dono ketib qoladi-yu. Men rahbar bo'lsam ham ichimda shunaqa bo'lib qolgan-ku baribir. Buni men boshqa chaqib qila olmasam kerak. Ikkita bir xil radio bo'lib qoladi. O'sha yerdagi muhitni o'sha yerga olib borishga harakat qilaman-da deganimdan keyin ular ham tushunish shekilli, shuning uchun shunaqa holat bo'ldi. Tovushda ham, ovozda ham, dublyajda ham men bosh qahramon emasman. Bu ham tovush bilan bog'liq, chunki qayerdadir meni kimdir tovushimni eshitdimi? Bu Bahodir akaning ovozi. Ovoz otini bilmasa ham, ismini bilmasa ham Oriyat Dono tovush deydi. Shuning uchun qayerdadir ba'zi bir narsalarga o'zim aytdim. Jahongir Qosimov olgan filmlarda o'zim aytdim. Nazira filmini olishgan ekan va serial qilib bo'lishdi. Uni nechadir qismgadi Komil aka Tursunboyev ovozlashtiryaptilar, Jahongir Qosimov yonida o'tiribdilar. Kichkina epizodlarni ovozlashtirib ketyapmiz. Haydovchi, kabob pishiruvchi, nimadir ikki og'iz gap, yaxshi ketyapti deb yozishyapti-da. Keyin esimga tushib qoldi. Bir 7 ta 8 ta epizod o'tdi, to'xtanglar dedim. Domla dedim Jahongir aka. Domla ustoz labay dedi. Mana shu yerda to'xtating meni dedim. Nega dedi? Kinoga putur yetmasin dedim. Tushunmadim dedi. Keyin Komil aka Tursunboyev aytdiki, Bahodir to'g'ri aytyapti. Buni ovozi taniqli-da. Filmdagi qahramon bilan meni yanishtirib yurmasin ichkarida. Boshqa odamni yoza qoling dedim. Bo'lmasa menga yaxshi, haqini olaman, pulini olaman. Qancha ko'p bo'lsa shuncha haq olasiz. Qancha ko'p epizodga tovush bersangiz, shuncha pul olasiz. Lekin filmda bir xil bo'lib qolmasin degan fikrni aytib o'sha yerda to'xtatdim. 5 tami 4 ta epizodda to'xtatdim. Bahodir aka, hozir ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketyapti. Buni bu haqiqat, radio eshitadigan auditoriya kamayganday bo'lib,
lekin Oryadoni hali ham o'zini muxlislarini ushlab turibdi. Boshqa kanallardan ko'ra mana bir xil kanallar nomini o'zgartirishdi. Hozir ijtimoiy tarmoqqa ham radiodan ham ijtimoiy tarmoqdan jonli efirlar qilib, suhbatlarni olib borishyapti. Oryadononi ushlab turish sababi nima? Ushlab turishimizni darajasi men tinglovchilarni ichimdan his qilishga harakat qilaman. Va mendan keyingilarim shunday qilsa kerak. Bir nechalar shogirdlar bu yerda ishlayotganlar, eng keksasi o'zim bo'lib qoldim shekilli. Eng kattasi o'zim bo'lib qoldim. Nima bo'lsa so'rashadi, maslahat olishadi, boshqa qilishadi. Inson ichini tuyg'usini sezish kerak edi, his qilish kerak. Men uni his qilaman. Qo'ng'iroq qilganda u birinchi guruh nogironligini, imkoniyat cheklanganligini, uni ko'zi ojizligini, oyog'i yura olmasligini, qandaydir bir dardi borligini, u sizni dardkash qilmoqchi bo'lganligini his qilaman va o'shanga dardkash bo'lishga harakat qilaman. Bahodir aka, bu tuyg'u, buni his qilish bu yillar davomida tajriba orqali yetib kelindimi yo qanaqa bo'ldi? Aytasiz, his qilaman deb. Mana 2002-yildan beri bitta radioda albatta rahbariyat o'zgaradi, xodimlar, chunki teatrda hamma tashkilotda bo'lgani kabi men o'zim shaxsan bilaman, radioning ham o'zining intrigalari, o'zining gap so'zlari, didilari bo'ladi. Juda ham Bo'lyapti hali ham. Bo'ladi ham. O'zi bu tajriba orqali keladimi? Dardkashlik menimcha bizni oilada, xonadonda mentaliteti ham bo'lsa kerak. O'zbek millatiga xoslikda, moslikda biz ikkitadan buvilarni, bittadan dodalarni ko'rgan oiladamiz. O'zbekona Yakkasaroy mahallasida katta bo'lganimiz, shulardan balkim kirib kelgandir mahalla ko'yidagi suhbatlar, mahalla ko'yida kimgadir esh bo'lish, kimgadir qovushish degan ma'nolardadir. Keyin balkim ichimiz ham shunday bo'lsa kerak, o'sha bir qo'ng'iroq qilgan odam, gaplashgan odamni bir ko'nglini ko'tarishni, ko'nglini ovlashni, nimadir yordam berishga harakat qilaman. Oldingi boshlovchilar bilan hozirgi, ya'ni radio boshlovchilarining farqi nimada? Farq bor-ku. Mana siz eski maktab vakilisiz. Eski maktab, yangi maktab deymiz, o'sha ko'p aytamiz-ku, ustoz shogird an'anasi deymiz. Mana shu ustoz shogird an'anasi yo'qolib qolayotganligi bugungi kundagi boshlovchilarimizning saviyasi ozgina pasayganligidan dalolat beradi. Bu nimada seziladi? Boshlovchi bo'lib efirga chiqqan odam, millionlarga yuzlanayotgan odam so'z boyligi kam. Birinchidan so'z boyligi kam. Ikkinchidan so'z boyligining orasida so'zni tag mohiyati, tub ma'nosini bilmaydi. Nima demoqchiki, o'sha so'zlar nima kelib chiqqanini bilmaydi. So'zlarimizning muqobilini bilmaydi. Shuning uchun eshituvchi darrov radioni o'chiradi. Masalan, bitta gap albatta degan so'z. Bo'l. Siz ham albatta, bu ham albatta deydi. Mehmon ham 3 kishi bo'lsa ham albatta bugungi mehmonimiz Bahodir aka ma'dis. Albatta hurmatli teletomoshabinlar, Toshkent telekanalida Bahodir akam chaqirganmiz. Albatta qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Albattaki Bahodir akam bugun yangi gap olib kelgan bo'lishlari mumkin. Men ham albatta Jamshid, men yangi gap gapiraman deyishim kerak edi. Mana shunaqa so'zlarimiz tilga o'rnashib qolganda va fikr chiqmaydi. Ozgina kitob o'qish kerak. Hozir kitobsa hammaga allergiya toshib ketyapti. Kitobsami allergiya toshib ketdi, nimadir deydi. Ishimiz kitob-ku, biz texnik emasmiz, nimadir emasmiz, duradgor, hunarmand emas, biz so'z bilan ishlaydigan odamlarni quroli kitob-ku baribir. Mayli kitob bo'lmasin deyman, kitobni orasida ozgina quloq ham berib yur, ozgina eshitib yur, boshqa xil, nimadir. Men hamma narsani eshitaman. Va tarozga solib yuraman. Ana odam nima dedi? Falonchi aktyor nima dedi? Oddiy ishchi nima dedi? Ko'chadagi haydovchi nima dedi? Sartarosh nima deyapti? Bizning oramizda shunday odamlar borki, u katta lavozimda nimadir o'qish shart emas, lekin hayotni ko'rganda. Keyin Bahodir aka, mana efirga shuncha yildan beri suhbatdoshlar taklif qilasiz, zerikib ketganingiz bo'lganmi? Nega chaqirdim shuni deb o'zingiz o'tirib zerikkaningiz bo'lganmi? Bo'ladi, u ham bo'ladi. Zerikib ketishingiz bu noto'g'ri yo'nalishda zerikishingiz mumkin. Siz bergan savolga javob yo'q. Siz chaqirgan mehmon tomoshabinga, tinglovchiga qiziq emas. 1 soat shunaqa dahshat o'tadi, 10 soatday o'tadi. Kelgan odam bir og'iz gapni gapira olmaydigan odamlar bor. Bir og'iz, lekin taklif qilingan. Men bo'lmasam boshqa odam taklif qilgan. O'sha dasturga monat nimadir bo'lish kerak. Qaysidir bayram kelyapti, qaysidir bayramga monat chaqirishingiz kerak. Kelgandan keyin u hayajonlanadi yoki erkin gapirmagan odam. Mana og'zaki va yozma nuqta deymiz u. U yozma nuqta katta bo'lgan bo'lishi ham mumkin.
To'g'ri. Olim bo'lish mumkin, lekin og'zaki nutq yaxshi emas, tortib keta olmaydi. Bahodir aka, nega o'zingizni shaxsiy notiqlik kursingizni yuritmaysiz? Chunki bu yaxshi pul, daromad. Hozir yoshlar chiqib notiqlik san'ati bo'yicha dars beramiz deb O'zimni shogirdlarim ochgan. nima o'zingiz ochmaysiz O'zimni Bahodir aka? shogirdlarim ochgan. Men tavakkaldan qo'rqaman. Shunaqa narsadan qo'rqaman. Ayolim ham aytadi, shuni ochib qo'ying o'zingiz deydi. Men pullik masalalar, qayerdir ijarasi, nimadir qog'ozbozligi, buxgalter olish, hisob kitobini yuritish, o'shanaqalarni tushunmayman. Men 5 yil o'sha xususiy maktabda ishlab yurdim, 4 yil 5 yil. Men o'sha yerda suxandonlik, notiqlikdan dars berib yurdim. 4,5 yil 5 yil ishladik. Bitta guruhda men dars berdim, bitta guruhda rahmatli Shuhrat Qayumov dars berdi. Ikkita guruh edi. Aktyorlik guruhimizda Munavvara Abdullayeva bilan Erkin Komilov dars berdilar. Va o'sha yerdagi chiqqan bolalar 95% balkim undan ham ko'pi san'at oliygohlariga shunday kira oldi. O'zingiz shaxsiy darslar berasizmi? Misol uchun men kuyovman Bahodir aka. Ha, meni oldimga keladiganlar bor, vaqt topishga harakat qilaman. Hozir 2-3tasiga ham o'rgatdim. Yaxshi, ular kelishyapti. Ular boshqa soha kishilari. Boshqa soha kishilari, men qoyil qolganim, u spektaklda o'ynamaydi, aktyor bo'lmaydi, institutga kirmaydi. Bir qizimiz kelyapti, jurnalistikada o'qir ekanlar. Afsuski, jurnalistika sohalarimizda nutq yo'q ekanda. Notiqlik mahorati bor ekan. Bizda sahna nutqida, bizning institutda sahna nutqi. Sahna nutqida hamma narsani ishlaydi. Artikulatsiyasi bormi, nafasi bormi, ovozi jilosi bormi, jarangi bormi, tasavvuri bormi, fantaziyasi bormi, hammasini ishlaydi. Va u bittalab ishlaydi har bitta odam bilan, mashq qiladi, o'qituvchi birgalashib yuradi o'sha bilan. Boshqa joylarda ma'ruza ekanda, notiqlik bo'yicha ma'ruza. Masalan, Az-Zamaxshariyni mana bunday so'zlashishlari yoki Diaspen, Demagen, Arastu, Suqrot qanday gapirganligi, hali shu antik davrlarni ma'ruzalari bilan o'tayotgan joylar ham yo'q emas. Menga aytib berishadi shuni kelib, domla, mana shunaqa dars o'tamiz deyishadi. O'zini eshitib ko'rmaydi bolani. Bolani tovushini eshitib ko'rmaydi, qaysi tovushida g'alazligi borligini, nima uchun u so'zi oxirigacha yetib bormayapti, nafasi to'g'rimi, yo'qmi, jag'lab tillar ishlayaptimi, ishlamayaptimi, nimaligiga ahamiyat berilmaydi. U bitirib chiqaveradi. Bitirib chiqqandan keyin u albatta qaysidir kanalga, kameraga, radioga, mikrofonga kelish kerak. Biz uni olib kela olmaymiz, ko'rsata olmaymiz. Mana Bahodir aka juda zo'r mana fikr bildirdingiz. O'zimdan qiyos. O'zingizdan qiyos, siz tovushingizni g'alazlik eshitilyapti. Bor. Bor. Assalomu alaykum deganingizni bilib bo'ldim men. Sizni birinchi marta ko'rib turibman. Xo'p. Assalomu alaykum deganingizni bildim. Uni to'g'rilash kerak. Toza chiqmayotganligini. Keyin nimalarga ahamiyat berishim kerak? Keyin lab, jag', til hammasini ishlashiga ahamiyat berishingiz kerak. S tovushi bilan Z tovushi bilan bog'liq bo'lgan tez aytishlarni aytib yurishingiz kerak. Hammasiga yozilganlarni qayta aytib o'zingiz yarim yil, 1 yilda to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Suzma, cho'zma, cho'zma, suzma. Suzma mazzalidir, mazza. Cho'zma mazzali emas, mazza. Samarqandlik savdogarga so'ligan sabzini sotganligi sababli 8888 so'm soliq solinsin degan s-larni Ishlashim kerak. ishlashingiz kerak. 8, 18, 28, 38, 48 qilib 108, 188 deb aytib yurishingiz kerak. Qo'lingizni bunday qilsangiz, quloqchini vazifasini bajaradi. Ovoz yozib olish shart emas. Z, sizi, sezzi, sazza, zissi, zessi, zassa deb s-larni, z-larni to'g'rilasangiz bo'ladi. Uning uchun doktorga borib, tilini kesishi, tilin tagidagi tomirini kesib yuborishi shart emas. Bizda hozir hamma talabalar shunday qilib yuribdi borib. Seni ayta olmayapman, tilim kalta ekan, mana u tomiri hech balo bo'lmaydi. Borib falonsin pul to'lab, tilini tagidagi tomirini kestirib ham kelyapti. S-si qanday bo'lsa o'sha s bo'lib assalomu alaykum bo'lib turibdi. Baribir ham. Bu ishlash kerak. Ishlash kerak. Bo'l. Ishlash uchun sabr yo'q. Sabr bo'lish kerak. Men r tovushini aytmaganman. Kichkinaligimda r tovushini aytmaganman. R, arra, barra, karra, sarra, darra aytmaganman. Onam doktorga borgan ekanlar, logopedga. Logoped qalamni olgan ekanda, qalamni orqasiga paxta boylab, bunday qilib so'rg'ichi kiydirib urib bergan. Mana shuni qo'liga berib qo'ying shuni degan. Bog'chaga boradigan paytim. Qo'lidan shu cho'pi tushmasin deganda, qaqqa borsa tilini tagiga tiqib, chapga o'ngga mexanik xatti harakat qilib yursin degan. Bashtaqa yuraverganman.
Ora-orada doktorga kelaman. Ruscha gapiradi. Traktor qanday ovoz chiqaradi deydi. Tir. Avtomat qanday o'tadi? Tir. Ot qanday? Ot qanday to'xtasan? Traktor qilib R-ni olib kelgan o'sha logoped. R tovushini. Yoshligingizda. Yoshligimda. Bilmayman, 3 yosh, 4 yosh, onam shunaqa deydilar. Hozir bilmayman, sezilyaptimi yo'qmi? Lekin Umuman sezilmaydi. R tovushini shunday qilib menga o'rgatishgan. Hozir bizning instinkt xuddi shunday. Ozgina S tovushida g'alizlik bo'lsa, biz u bolani to'g'rilash uchun olamiz, institutga o'qitib ketamiz, harakat qilamiz. 2-3 yil to'g'rilab olishga 4 yilda bitirib ketadi. Juda g'aliz bo'lib, dahshat bo'lsa, unda olmaslikka harakat qilishadiki, u bolani taqdiriga biz javobgarmiz deyishadi. U bitirib chiqqandan keyin qayerga boradi? Teatrga borsa ishlolmaydi. Filmga borsa mayli, orqasidan dublyaj qilamiz. Lekin dublyaj ham, kino ham pul bilan bog'liq. Buni o'ynaganiga berishim kerak. Uni tovush berganiga berishim kerak. Bitta odam eplasa, ikkaloni o'rtasiga pulni beraman, qutulaman. Hammasi mablag'. Voy Bahodir aka, demak sizga ishlashimiz kerak ekan. Buni albatta ishlaymiz, chunki usta siz gapiryapsiz, fikrlaringizni bildiryapsiz. Millionlab insonlarni qarshiga chiqqanda hammasi chiroyli bo'lishi kerak. Men o'zimga ta'sir qildi so'zlaringiz. Bahodir aka, qaysi qo'shiqni umringiz davomida tinmay tinglashni tanlagan bo'lardingiz? Qo'shiqlar ko'p-ku, men baribir o'sha ulug'larni, ustozlarni aytganlarini yaxshi ko'rib eshitaman. Faxriddin Umarov bo'ladimi, Kamoliddin Rahimov bo'ladimi, Olamjon Yoqubov bo'ladimi, Ortiq Otajonov bo'ladimi? Men ko'proq Olmaxon Hayitovani yaxshi ko'rdim, onam derman. Bu olamda ulug' zot kim desang doima hey onam derman. Boshqacharoq qanaqadir chiqqanda opa bilan ham suhbat bo'lganman, yaqin bo'lganman, yozuvlari qoldi, suhbatlari qoldi, video tasvirlari qoldi. Men baxtli odamlar qatoridaman. Juda ko'pchiliklarini dasturga taklif qilib yozib qolganim bor. Ovozlarigacha, ba'zi birlar videolarigacha. Menda Obod Yunusovlarning 1 soatdan oshiq suhbatlari bor. Yozilgan. Dutor chalib aytgan qo'shiqlari bor. Mazalari yo'q bo'lsa ham yo'talib turgan holatlarda o'g'illari Olimjon aka olib kelib, dutorlari bilan Huvaydodan aytganlari bor. Ko'ngilda dard yo'q, ay turga bir mahram topolmasman. Dutor chalib va Parvonani gapirib bergan joylari bor. Hammasi Dutor chalmaganlar-yu, bilmaganlar-yu chalishi. Spektakl qo'yilishi kerak. Parvona spektaklda repetitsiya bo'lyapti, o'tkuringni o'ynashlari kerak. Nimadir yechmayapti devorgan rejissyor. Ya'ni masalan Sharif Ayubmi kim? Nimadir yechmayapti. Zerikarli. Siz Yunus Rajabiyning o'g'lisiz. Nimadir chaling? Men chalmayman. Nimadir chaling, nimadir bo'lsin deganda Obtakam aytadilarki, o'yda radioda Abdurashid Vohidov qo'shig'i chiqyapti. Ya'ni masalan o'sha aytilgan qo'shiqlar aqlim oldi, shahloolaring shu qo'shiqlar qaramaysiz. Ota, qalay deb so'raganimda Yunus Rajabiyda durust degan ekanlar. Birovni yaxshi demagan ekanlar, o'sha durust deganni o'zi katta gap ekan. Durust deb qo'ygan ekanlar. Shundan keyin shu qo'shiqlarni topib, o'rganib, chalishni bilmayman. Bitta o'sha pardani ushlab turaman, jing o'sha notani. Bo'ldi, o'sha notani etib bog'lanib ketgan. Keyin qo'lim yurib, boshqa qilib. Keyin o'rganib ketganlar. O'shandan keyin o'rganib chaladigan bo'lganlar. Hozir Oriyatdonoda ovozi kim hozir Bezod akamniki ketyaptimi hammasi? Hozir yo'q, hozir yaqindan almashtirdik. Kimni yozamiz deb juda o'yladik. Nomlarini aytmayman. Ko'chada, filmda, boshqada chiroyli ovozlar eshitilgan odamdan taklif qildik, lekin mikrofonga kelganda sezilib qoldi. G'alizligi, qayerdadir xushtakroq tovush, qayerdir qaysi bir joyi aniq eshitilmayotganligidan ularni olmadik. Qizlar ham yozib ko'rdik, yigitlarni yozib ko'rdik. Keyin Akmal Mirzo aytdiki, Bahodir aka bitta bolani eshitib ko'ring dedi. Ismini aytdi. Men keyin serialda o'tib o'ynayapti, Milliy teatrimiz aktyori, eshitib ko'rsam yomon emas, yaxshi eshityaptim, toza, yaxshi chiqyapti ovoz dedim. Keyin chaqiraylik efirga deyishdi. Mayli chaqiringlar dedim, taklif qilishdi. Bugun kundagi hozir bizda Oriyatdono soatlar e'loni, reklama deyotgan e'lon, yana 1 daqiqa degan e'lonlarimizni ijrochisi, Milliy teatrimiz aktyori Baxtiyor Yusupov. Baxtiyor Yusupov. Shohid opammi, Abtakammi? Kuyovlari. Kuyovlari. Toza ekan yigit ovozi, yaxshi ekan, ijrosi ham yaxshi.
bir narsa meni quvontirdi o'sha yigitda. Bir 5 bet, 10 bet qo'yishgan o'qigan narsalarimda. Masalan, Oriyat Dono Fayzli radio, Oriyat Dono 165, bir narsa asl ayni emas. Bu deydi-yu. O'shalar men urg'usini to'g'rilab turibman endi oldida kiribdi. Biz radiochimiz xafa bo'lmayin dedim, kirib. Xafa, yo'q Bahodir aka, qanday desangiz shundoq. 5 xil variant, 10 xil variant qilib yozdirdim tepasida. Yozib bo'lganimizdan keyin bo'ldi, ketaversangiz ham shundan o'rnidan turdi-da, yana quchoqlab Bahodir aka, bugungi mahorat darsi uchun rahmat dedi. Menga g'alati bu o'zi. Qo'ysanchi dedim, master klass uchun rahmat deb chiqib ketdi. Endi biz o'zimizga moslashimiz kerak-da. Biz buyurtmachimiz, bu ijrochi, haqini oladi, pulini beramiz, tekinga bo'lmaydi. Xuddi shunaqa ishxona bilan shartnoma tuzgan edik. Birov ijrochi, birov bajaruvchi. Buyurtmachi. Masalan, biz buyurtmachi o'zimizga ma'qulini chunki rahbariyat menga shuni yuklagan, tepasida turib to'g'rilab berasiz. O'zimizga qulayini qilib oldik va hozir mana 3-4 oydan beri sentyabrdanmikin bilmayman, undan avval avgustdanmikin tovush chiqyapti. Yomon emas. Keyin Bahodir aka mana Oriyat Dono va Oriyat FM. Oriyat FM rusiy zabonlar uchun. Oriyat Dono 106.5 alohida diapazonda, Oriyat FM 100 ga 5. 100.05 ga alohida ishlaydi. Ular rusiy zabon efiri, biz o'zbekona milliy. Lekin hammamiz bitta joydamiz, bitta xonadamiz, rahbarimiz bitta, kassirimiz bitta, maoshimiz bitta, hammasi bir joyda, bitta joyda bo'ladi. Faqatgina oramizni 2 g'ish ajratib turadi. Va tinglash darajasi ajratib turadi. Chunki Oriyat FMdan ko'ra Oriyat Dononi brendini men o'zim shaxsan bilamanki, endi rusiy zabonlar eshitganligi uchun barg'im Oriyat Dono mashhurroq deb bilaman. Oriyat FMga qaraganda. U gapingiz to'g'ri. Oriyat Dono bugungi kunda tinglovchilar ko'p radio kanal hisoblanadi, lekin Oriyat FM ham eshitadigan muxlislar ko'p ekan. O'zimizni o'zbek kishilarimiz, tinglovchilarimiz bor ekan. Mendan so'rashadi, Igor Gankin qanaqa odam? Gankin zo'ra boradi, hazili joyda uradi, o'qiladi, uchrashsa bo'ladimi u bilan degan gaplarni ham eshitganman. Oriyat TVcha. Oriyat TV bo'lish kerak edi-ku. O'zi Oriyat teleradio kompaniya hisoblanadi. O'zi teleradio kompaniya 2000-yilda guvohnoma olayotganligilarida Oriyat teleradio kompaniyasi deb guvohnoma olingan ekan, bilishimga qaraganda. Va biz orqa tomonlardan studiyaga mos tarzda joylar qilganmiz. Suratga olish ishlarini amalga oshirish uchun o'sha borgan bo'lsangiz juda katta hududda joylashgan. Orzuyim bormaganman, har doim shu Kolso yo'ldan o'tib orzu qilardim shu bino kirish, chunki men aytdim-ku, Olimxo'ja Azimov, Layza Azizodani efirlarini, sizni efirlaringizni Iroda Abdulazizni, Dilora Otaxonovanikini ham eshitardim. Orzu qilardim shu Kolso yo'lda. Istagan kuningiz har payshanbada menda final bo'ladi, G'alvir dasturida. Ba'zi birda xonandalarimizni men e'lon qilib reklama qilaman, qo'shig'ini, kuyini uni tanishtiraman va sovg'ani u olib beradi xonandada, o'zi kelmaydi. Viloyatdan, u uzoqda, vodiyda, qayerdadir, unda bunda shunda mehmon bo'lmaydi menda. Men sizni mehmon qilib chaqiraman. Chaqiring boraman. Men bilan ro'para Isroil Saydumarov derazalar qarama-qarshi degandek, to'g'rima-to'g'ri o'tiramiz ikkalamiz. Istagan qiziq savollar, nima qiynaydi, nima hammasini menga o'sha yerda berasiz, birga javob berib olib ketaman. Juda ham zo'r bo'lardim. Muxlisa Hajayevaga iltimos qildim. Meni yoshligida orzuyim desam, menda ayollar bilan suhbat bo'ladi dedilar. Mana bugun siz bilan Xudo xolasa nasib qilsa yoshligida orzu amalga oshadigan bo'ldim. Eshigim ochiq, bemalol. Ertasi o'sha payshanbada taklif qilaman. Bu uzoq bo'lmaydi. 2 haftaning ichida kelasiz. Bo'ldi, Xudo xolasa. Va'da. Rahmat Bahodir aka. Keling tasavvur qilamiz. Bizga shunaqa imkoniyat berildi, samolarga qo'ng'iroq qilish. Kimga qo'ng'iroq qilardingiz va nima degan bo'lardingiz? Mabodo qo'ng'iroq qilish kerak bo'lsami? Men ustozlarga qo'ng'iroq qilgim kelardi, o'qituvchilarimga. Afsuski, yaqinda o'tibdilar o'qituvchimiz. Maktabni bitirgan, biz maktabni bitirgan yigit-qizlar 88-yil maktabni bitirgan bo'lsak, 10-sinfni biz uchrashdik, bir marta uchrashdik, qizlar, yigitlar uchrashdik. Hammasi yosh katta, boshqa bo'lsa ham oradan vaqt o'tib, ustozni ko'rib kelaylik, birinchi o'qituvchimizni deyishdi. Topolmadik-da. Qidirdik, boshqa qildik, o'qidik. 26-maktab Yakkasaroyda. O'sha yerda birinchi o'qituvchimiz bizga Po'latoy Ortiqova dars berganlar. 1-sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ichga. O'sha ustozni ko'rib kelaylik, u bu deyishdi. Yaqinda o'g'illarini topib gaplashsak, yaqinda o'tib qoldilar.
deb gapirdi. Agar imkoniyat bo'lganda o'sha ustozga telefon qilib, siz tufayli shundaymiz. Siz ustoz, siz tufayli biz bugun bulbuli go'yo bo'lib o'tiribmiz. Kamchiligimiz ham, yutug'imiz ham siz tufayli degan bo'lardi. Men doim aytaman, yashasam 100 yil ham chiqmaydi esdan, menga ilk harfni o'rgatgan ustoz deydi. Men o'sha paytdagi gaplarni xotirada olib qolganman dey Jamshid. Mana alifbeni endi men hech qiynalmay o'qiyman, hamma harf xatlarini juda yaxshi bilaman. Bering menga kitobni tezda o'qib beraman degan narsalarni o'sha payt o'rganganmiz-da. Bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi, nimaki qilsang tilak, bariga o'qish kerak. O'quvchi sendan talab, maktabga bor ertalab, chalinganda qo'ng'iroq, ogoh bo'lgin sen har choq, anqaymay lalayma, to'g'ri o'tir shalpayma degan so'zlarni maktabda yodlaganmiz-da. O'shalar hali ham yodingizda. Hali ham yodimizda. Bugun kun bolasidan so'rasam, kecha o'tgan narsani ham aytmagandan keyin xafa bo'lasiz. Bergan narsangizni boshqani qilib kelmagandan keyin xafa bo'lasiz, boshqa bo'lasiz. Kuchingiz ketib qolyapti. Orqaga javob yo'q. Endi nolimayligu, lekin orasi yaxshilarimiz ham bor. Harakat qilishsin. Men ko'piga aytaman. Urushganimdan xursand bugun, urushyapman, keraksan. Bizga ham shunday o'rgatishgan. Indamadimmi? Kelmadi, bir marta kelmadi, ikki marta sekin-sekin o'zi chetga chiqib qolaverasan. Vaqt o'tib ketaveradi. Vaqt 5 vaqt. Birinchi kurs tugadi, ikkinchi kurs 3 tur bitirdingiz, diplom ham oldingiz, ishga bordingiz, qayergadir, lekin hech kim siz diplomingizni qaramaydi. Nima qilib berasiz deydi. Televideniya ham shu kastingga chaqiradi, radio ham shu kastingga chaqiradi, teatr ham shu, marhamat chiqing sahnaga, nima qilib bera olasiz menga deydi. O'shunaqa paytda darsga kelmagani, nimadir olmagani, zahira yo'qligi sezilib qoladi. Bahodir aka, kattakon rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Men o'zim fikrlaringizni eshitib, o'zim maza qildim. Kattakon rahmat. Siz biz uchun ustoz va ustasiz. Xudo xolasa, albatta boraman yoningizga. Suhbat uchun kattakon rahmat. Jambuljam ko'rsatuvini muxlislarga tilaklaringiz. Hurmatli bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, mashaqqatli ko'rsatuv, mashaqqatli eshittirishlar bo'ladi. Bir odamni kuchi emas, 4 ta, 5 ta jamoa, 5 ta, 6 ta, undan ham ko'proq kishilarimiz mehnat qilishadi. Pulni olib sharaq olavergandan ko'ra ozgina e'tibor bilan qarash kerak. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, ana shularni oralaridan o'zingizga kerak mingchasini olsangiz bo'ldi. Vaqtingizni quda behudaga o'g'irlamagan bo'lsak bo'ldi. Mana shu ko'rsatuvdan nimadir zig'ircha nimadir o'zingizga oladigan bo'lsangiz, demak vaqtimizga achinmaymiz, zoyi kelmagan bo'lamiz. Meni taklif qilgan yigitga ham rahmat. Men bugun tanishdim. Men tanimasdim bu yigitni. Endi kuzatib boraman. O'zini ham radioga taklif qilaman. Chunki radio, televideniya bir-biriga chambarchas bog'liq va bir-birimizni ijodimizdan boxabar bo'lishimiz kerak. Hurmatli teletomoshabinlarimizga sihatlik, salomatlik, eng yaxshi niyatimizni bildiramiz. Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharadan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin, otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib, davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarni, duolarini olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdaki radioni ovozlari, sadolari yangrab turgan bo'lsa, elga, yurtga, ko'pga vodavang qilib yetkazayotganlar bor ekan, shularni ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. O'sha siz bilgan Bahodir Mag'diy boshlovchi. Rahmat. Bir haftadan so'ng yana Toshkent shahri telekanalida ko'rishguncha bugungi ko'rsatuvimiz hamkori Do'xtash mebellar saloniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlardan juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog' va salomat bo'linglar.